Hammaga. Xo'p, bugungi mavzumiz Participe Perfect, ya'ni o'zi bu Participe Perfect nima va qanday ishlatiladi, ushbu mavzuni to'liq ko'rib chiqamiz. To'liq va oddiy tushuntirish orqali tushuntirib beraman sizlarga. Xo'p, naqadar boshladik. Participe Perfect bu nemis tilida fe'lni o'tgan zamon shakli bo'lib, bu perfect, pluskamperfekt va passiv gaplarda ishlatiladi. Fe'llarni Participe Perfect shakli turli qoidalarga ko'ra yasalar ekan. Xo'p, bu fe'llarni bilamiz, ikki turi bor. Bular regelmäßige Verben und unregelmäßige Verben, ya'ni muntazam fe'llar, ya'ni bular doim bir xil qoidaga bo'ysunar ekan. Noto'g'ri fe'llar bilamiz, noto'g'ri fe'llar jadvali bor. O'sha qoidani fe'llarni yodlab chiqishimiz kerak. Bular qoidaga bo'ysunmaydi va shakli o'zgaradi. Shakli turlicha bo'lib o'zgarishi mumkin. Xo'p, muntazam fe'llar regelmäßige Verben Participe Perfect qanday yasalishini ko'rib chiqamiz. Xo'p, bunda ya'ni bilamiz, bu bitta qoidaga, bitta shaklga amal qilgan, rioya qilganligi bois bir xil yoziladi. Xo'p, bir xil shaklda yoziladi, ya'ni gapni fe'lning old qismiga g qo'shiladi, fe'lning asosiy qismi negizi yoziladi va oxirida t qo'shiladi. Misol uchun ko'ramiz, machen fe'li bu regelmäßige Verben, ya'ni muntazam o'zgarmaydigan fe'l, ya'ni qilmoq. Ko'rganimizdek, oldiga g qo'shildi, oxiriga fe'lni o'zaki n olinib t qo'shildi, ya'ni gemacht. Xuddi shu shaklda tuslanadi. Lernen, gelernt, spielen, gespielt. Xuddi shu shaklda tuzilar ekan. Xo'p, muhim qoida, agar fe'l igen bilan tugasa, g old qo'shimchasi qo'shilmaydi. Buni eslab qolamiz va ko'rib buni yozib olamiz daftarga. Xo'p, misol uchun studieren, ya'ni ushbu fe'lning o'zagida ko'rganimizdek igen bilan tugaydigan fe'l, ya'ni studieren bu studiert, ya'ni gestudiert emas, studiert t qo'shildi faqat, ya'ni aytib o'tilganidek g old qo'shimchasi qo'shilmaydi. Keyingi fe'limiz organisieren, bu ham organisiert bo'lib tuslanar ekan. Endi regelmäßige Verben, ya'ni noto'g'ri fe'llarda Participe qanday yasalishini ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu fe'llarni Participe Perfect shakli umumiy qoidalarga bo'ysunmaydi. Ularning negizi o'zgaradi va oxiriga n qo'shilar ekan. Xo'p, bularni faqat yodlash kerak. Bularni yodlab chiqamiz. Buni kanaldan topishingiz mumkin, bu noto'g'ri fe'llar jadvalini. Xo'p, ko'ramiz noto'g'ri fe'llar jadvalida. Misol, sehen ko'rmoq fe'li, bunga gesehen bo'lib tuslandi. Schreiben, geschrieben, fahren, gefahren. Xo'p, shu shaklda tuslanar ekan. Muhim qoida, noto'g'ri fe'llarni alohida yodlash kerak. Sababi ularni Participe Perfect shakli o'zgarib ketadi. Ya'ni ham bu noto'g'ri fe'llar jadvalida hammasi g qo'shilib, faqat g qo'shiladi va xuddi shu shaklda tuslanadi degani emas. Boshqacha shaklda tuslanadi, boshqacha исключениялari bor, ya'ni istisnolar. Bularni ko'rib chiqamiz va bularni faqat endi yodlash orqali to'g'ri qo'llay olamiz. Xo'p, endi 4-qismga yetib keldik. Ajraluvchi old qo'shimchali fe'llarda Participe Perfect qanday yasaladi? Agar fe'l ajraluvchi old qo'shimcha, masalan, gapni boshida auf, ein, mit kabi old qo'shimchalar bilan keladigan bo'lsa, boshlangan bo'lsa, g bu old qo'shimchadan keyin keladi. Ya'ni ushbu old qo'shimchalar gapda keladigan bo'lsa, ushbu old qo'shimchalardan keyin g keladi. Bunga ham misol ko'rib chiqamiz. Aufstehen fe'li, ya'ni o'rnidan turmoq. Tuslanishi aufgestanden bo'lib tuslanyapti, ya'ni auf old qo'shimchasidan keyin g qo'shimchasi kelyapti bu joyda. Xuddi shu shaklda einkaufen, eingekauft, mitbringen, mitgebracht shu shaklda tuslanadi. Bu ham muhim qismi. Buni ham yodlab olamiz va yozib olamiz.
Xo'p, 5-qismi ajralmaydigan old qo'shimchali fe'llarda participe perfect qanday yasaladi? Buni ham ko'rib chiqamiz. Agar fe'l ajralmaydigan old qo'shimcha, masalan, be, were, and kabi ajralmaydigan old qo'shimcha bilan boshlanadigan bo'lsa, unda ge umuman ishlatilmas ekan. Xo'p, bunga ham misollar ko'rib chiqamiz. Verstehen, ya'ni tushunmoq fe'li, verstanden, ya'ni ge qo'shimchasini olmadi bu joyda. Xo'p, keyingi fe'limiz bekommen. Bekommen shunchaki o'zida qoldi, o'zida tuslandi. Erzalen hikoya qilmoq, erzalt. Xullas, ushbu noto'g'ri fe'llar jadvalini bitta gap bilan yodlab chiqish kerak va yodlasakgina ularni to'g'ri qo'llay olamiz. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri fol ochib ishlatib keta olmaymiz bu fe'llarni, ya'ni faqatgina yodlash orqali miyamizga singdira olamiz. Endi xulosa qilamiz shu darsimizni. Xo'p, aytib o'tganimizdek, muntazam fe'llar ge bilan boshlanib, t bilan tugaydi. Gelernt, gemacht misol uchun. Keyingi qism noto'g'ri fe'llarning shakli o'zgaradi va en bo'ladi. Gesehen, geschrieben bunga misol uchun. Va yodlashimiz kerak. Keyingisi ajraluvchi fe'llarga ge old qo'shimchadan keyin keladi, ya'ni ge qo'shimchasi old qo'shimchadan keyin keladi ajraluvchi fe'llarda. Ajralmaydigan fe'llarda esa ge umuman ishlatilmas ekan. Ko'rib chiqdik, verstanden, bekommen. Xo'p, bu formulasini ham yozib ko'rib, o'zingiz misollar, gaplar tuzib ishlatishingiz mumkin.